22 bab. Bu Xudo menga ko'rsatgan jilg'a, ya'ni Yerusalim to'g'risidagi vahiydir. Sizlarga nima bo'ldi? Nima uchun hammanglar o'g'ziga chiqib olsizlar? Shahringlarning hamma yeri varang-churungga to'lgan, kunda bayram bo'ladigan avod bir shahar edi-ku. Ammo o'ltirilganlar qilish bilan o'ltirilmadi. Urushda o'ltirilmadi. Sizlarning sarkardilaringlar birlikda qochdi. Ularga birmi o'qya etilmay tutildi. Ular qanchalik yiroqqa qochgan bo'lsin, hammasi taslim bo'ldi. Shunlashqa men deymanki, menga qarmanglar. Men öksüp yığılmaqtıman. Ojiz xalqimning gumron bo'lganligi sababidan menga tasalli berman deb urinmanglar. Egam, qudratli sardor Parvardigor, menga ko'rsatgan jilg'iga vayronchilik, mag'lubiyat va qolaymuqonchilik kunlarini iroda qildi. Sepillah buzub taşınıldıgan ve tağladın yardım tilep yığlaydıgan küllerini irade kıldı. İlam palvalları, uqyalarını elip, ceng harvulları ve otlık çevendazları bilen kelidu. Kır palvalları, kalkanlarını tayar kılıdı. Sizlerinin münbet cilganla ceng harvularga tuşup ketidi. Çevendazlar şehir kovuklarını korşaydı. Bu çaq kelgende Perverdigar Yahudiyani qoqdumaydigan boladı. Bu çaqda sizler ordudaki orman sarayidin uruş korallarını izdeysizler. Sizler Davud Padişah şehri Sepilining qancha yerdan buzilganligini tekshirsizlar. Pastki ko'lchakka suv to'ldirib qo'yisizlar. Yerusalimdagi uylarni tekshirsizlar. Sepilinglarni mustahkamlash uchun uylarni buzib tashlaysizlar. Sizlar Koni ko'lning suyini saqlab qelish uchun ikki sepilning orasiga bir ko'l yasaysizlar. Amma sizlar Aşur şəhərini salğın Pərverdigarğa yüzlənməysizlər. Şundaqla bunu Pərverdigarның burulla planlığanlığını oylamayısızlar. Şu çağda igimiz qudratlik sardor Pərverdigar sizlərə tovu qılıb yığlanlar, çiçinlarını düşürüb motemlik kiyim kiyinlar degen. Oylab görünlər. Lekin sizlər şadxuram halda tamaşa qilib yurdunlar. Kalı qoylarını soyub, esil taamlarını yeb, şaraplarını içib yurdunlar. Sizlər şundaq degen. Yeyli, içeyli, ete beri bir ölümüz. İgimiz, kudretlik sardor Perverdigar bana munularını bildirdi. Ularning gunohi, ular o'lgucha kechirilmaydi. Mana bu igimiz qudratli sardor Parvardigorning so'zlaridir. Igimiz qudratli sardor Parvardigor bana mundaq dedi. Sen ordu g'ojdori Shabnoning qishig'i berib, uningga aytqin. Hey Shabno, sen bu yerda nemi deb tursan? O'zingni kim chaqlaysan? Bu yerda o'zingga qabra yasavatımsan? Bu shuhratli qabrining yasug'idek sen kim eding?
taşladın, özge yatıdığan joy yasug'idek, sen kim bo'lasan? Qara o'zingga, ey arbob. Parvardigor seni chin qamallaydi, seni endi butunlay tashlab yetidi. U seni sallini o'rgandek chin o'rab, yiroq, kengni bir zeminga tashlab qo'yidi. U yerda sen isil jang harularing bilan o'lisan. Sen öz podshoyingning yuzini to'ksan. Parvardigor sana mundaq deydi: sening amirliqingni yo'q qilib yetiman. Amilingni sendin ilib tashlayman. Shu chaq kelganda men Xilqiyoning o'g'li öz xizmatkorim Aliyaqimni chaqiraman. Men uningga sening shahona toningni kiydirib, belbig'ingni bog'lab, uningga sening huquqingni beraman. Shu chaqda u Yerusalim ve Yahudiyada yaşavatkan xalqning otisi bo'ladi. Men uning bo'yniga Davud podshohning ordusining ochquchini esib qo'yaman. U ochgan eshikni hech kim yapolmaydi. U yapgan eshikni hech kim ocholmaydi. Men uni mazmut bir yaga mix qaqqandek qiqib qo'yaman. U otisining jamiyatiga sharaf elib keladi. Shunda qilib, ota jamiyatining shon sharifi uning beshida bo'ladi. Uning bolalari va tuqqanlari xuddi jam, idishlar isib qo'yilgandek uningga esiladi. Biroq qudratli sardor Parvardigor mundaq deydi: bu chog'da men shu yerga qiqib qo'ygan mix joydan chiqib sunib ketadi. Uningga isilgan barliq narsalar gumron bo'ladi. Mana bu Parvardigorning so'zlaridir.